Aviabilet uchun 200 ming so'mgacha miqdorda subsidiya to'lanadi. Transport vazirligi O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyati, Turizm qo'mitasi hamda Surxondaryo viloyati hokimligi bilan birgalikda 2026-yil 1-iyulgacha Termiz xalqaro aeroportidan Turkiyaga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni yo'lga qo'yishni, mahalliy parvozlar sonini kuniga 3 tadan 4 tagacha yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, tajriba tariqasida 2026-2027 yillarda Surxondaryo viloyatining mahalliy yo'nalishlari bo'yicha sotilgan har bir aviabilet uchun 200 ming so'mgacha subsidiya to'lanadi. Subsidiyalar uchun zarur mablag'lar haqiqatan sotilgan aviabiletlar soniga muvofiq ravishda respublika budjeti hisobidan ajratiladi. Surxondaryo viloyatida ushbu chora-tadbirlar mahalliy budjet parametrlarini inobatga olgan holda amalga oshiriladi. Ushbu xabarni sayohatga chiqishni yaxshi ko'radigan tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz.